Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun e'tiborlaringiz uchun birinchi etajda ofisa ya bo'lmasam do'kona mo'ljallangan kvartirani sotib chiqqan yurtdoshlar. Orientirimiz ham dum ajoyib joyda joylashgan. Sharq bozor. Birga o'sbatali Sharq bozor, Gagarin maktab. O'ng tarafimizda esa Zanali перекресткасына yaqin bo'lgan joyda, mana yo'lning ustida 2 etajli, yo'lning ustidagi 2 etajli domni birinchi etajindagi, ana yaqinlashtirib ko'rsatadi, ochib turgan ayna, akvalashtirgan ramina. Kvadrati 50 metr kvadrat yurtdoshlar. Pastda albatta uyning nomerini yozib qo'yamiz va narxini ham qiziqadigan bo'lsangiz video davomida aytib o'tamiz. Yana bu yerni bilasizlar, Sharq yo'lni Xanqa yo'lda deb aytiladi. Xanqa yo'lda avtobus, marshrutkadan umuman muammo yo'q. Maktab bog'chadan ham prosta muammo yo'q, chunki Gagarin maktab oldinda turibdi. Reklamamiz mod. Telefon qilinglar, joy sotsak olsangizlar borib, reklama qilib, obzor qilib, chiroylatib joylarni sotishga yordam beramiz. Hozir esa ketdik, joyning ichini bir qator ko'rsatamiz. Aytib o'taylik, bir qator shpakolab kelingan joyimiz remont talab holatda turibdi. Narxini ham ichanda aytib o'tamiz. Ketdik. Girgandan koridordan sразу hojatxonamiz. Hojatxonadan keyin bu tarafda spalnimiz. Sразу spalniga o'sib o'taylik, yo'l tarafiga qaragan oynasi ana. Akvaramlar bilan jihozlangan, elektromontaji bo'lganina, hamma yeri bir qator shpaklopga urilgan ekan. Hamma yeri bir qator shpaklopga urilgan, albatta. Yana bu yerimiz dolonimiz, bu tarafimiz kladovkamiz, bu taraf esa kuxnini balkona joylashtirgan ekanlar. Bir ko'z deb obzor etaylik. Gazimiz, gaz plita shanda qo'yasizlar. Akvaramlar bilan jihozlangan, oryan tarafimiz patni qo'yadi narsa ekan. Joyimiz. Joyimiz balandligi 280 bo'ladi yurtdoshlar. Shuning uchun olaman desangizlar, pastdagi uyning nomerlarini telefon qilinglar, sodalashinglar. Joyimiz narxi 330 million deb turibdilar. Bu narx albatta kelishiladi. Telefon qilinglar. Orientirimiz ham juda ajoyib joyda joylashgan. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.